Aka, xolisona fikringizni ayting. Qachon ko'rgansiz bunaqangi arzon narxda tayyor patkulch yangi kvartirani? Yangi Hayot tumanidan ko'rsamiz, shunaqa zo'r narxda qo'yamiz. Yangi Hayot tumani, Yangi Hayot rezidens. 12 etajli yangi novostroykani 11-etaj joylashgan, maydoni 46 kvadratli tayyor patkulch yangi kvartira mebel texnika jihozlari bilan 62 ming dollarga berib yuborilyapti. Orientir indeks bozor bo'ladi. Taxminan 200 metr masofada joylashgan bo'ladi. Asosiy pod'ezd eshigidan kirish, uzun hol, o'ng tarafda umumiy sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Remontlariga o'z bitta baho berib qo'ying. Ko'ryapsizmi? Faqatgina kiyim-kechak bilan kelasiz, yashaysiz. Holni o'zida studiya formatda zal, mehmonxonani ham ko'rishimiz mumkin. Yumshoq mebellar bilan shunchaki yorib yuborishibdi remontini. Ro'parada ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Bu yoq ham mebel jihozlari bilan o'zini balkonlariga ham ega bo'ladi. Uni yonginasida ayollarimiz uchun mo'ljallangan oshxona ham joylashgan bo'ladi. Oshxonani ko'ringlar, okalar. Shunaqangi mebel jihozlarini bir-biriga mos ravishda tanlab qo'yishdi. Mebel texnika jihoz deysizmi? O'zini ovqatlanish joylariga ega xolodilnik. Xonadonimiz 100% teplый pol qilingan. 12 etajli novostroyka domi 11-etaj joylashgan, maydoni 46 kvadratli. Tayyor patkulch, mebel texnika jihoz, konditsioner hamma sharoitlariga ega. Faqat kiyim-kechak bilan kelasiz, yashaysiz. 62 ming dollarga. Shunda bas oladigan joy bo'lib qolibdi-ku, pastda egalar nomeri.